Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 24 fevral. Ukrainani urushi boshlanganiga 4 yil bo'ldi. Mana shu bugun 2026 yil 24 fevral kuni mana dalada mana manki yo'lga to'kib ketilgan. Buni chetga olamiz, Xudo xolasa. Ertadan Xudo xolasa mana bu shox-shabbalarni singanlarini olib daraxtzori bir remont qilib o'tinlarni yig'ib chiqamiz, Xudo xolasa. Indan keyin Xudo xolasa mana bu olmalar, gilos hamma mash pastda 2 gektar bog'ni hammasiga isoni sepib boramiz. Ani itti qara yur. Hey, padaringga nalat haromim. Ba! Ani yurishni qara, cho'chimaydi ham, turishni qara. Ba, bu yoqqa. Ba! Padaringga nalat itvochcha. Mashta mana 5 tarafga niyat qilib umid bilan antigi oq shoptoli bu yil hosil qilib qoldi-da, yovoy danadan chiqib ketgan shoptolilar. Bemaza bo'lsa ham mayli, hali shoptolilarni keyin navaralarga yeyishga olib bordim. Ozgina oqlaridan shakar qo'shib kompot qilishdi-da, shunda bitta manaqasini tashamaylar deb yig'diruvdim. Hali nima deydi, danagini. Haliga hazil bilan bitta yashikka uvutib qo'ydim-da 3 kun. Sanasam 3000 ta dana. Hali danayni nekan olib kelib masjidga mana shu yo'lga bo'lsa bo'lardi, mana shu yo'lga mashina juda ham ko'p chiqmaydi bu yerga bir o'sha hosil yig'gan paytda 2 marta tushib chiqadi mana shu yo'ldan. Narvodan, chetroqdan yursa g'ildiragi dedim. Qolgani qolar, qolmagani tavakkal mashina bosgan bilan daraxt, kichkina daraxt hech narsa qilmaydi mashga. Joy mashi yaxlit joy bo'lmagan uchun mana shu joyga tiqib qo'ydim endi. Tavakkal Allohga deb chiqishigacha ishonmadim, chunki yozim bilan u yashuvda qurib o'tirgandi. Keyin kuzda utib tiqib qo'ydim. Mana noumid shayton mana Allohim hozir tutib endi bu darrov men ko'laga bilan darrov chiqa qolmaydi. Turpoqqa qo'shilib ketgan, topish qiyin. Mana ikkitasini topuvdim mana. Mana qarang, Allohning qudratini mana buni ko'chirib oldim, ko'tarib mana. Mana chiqar ekan mana. Mana jonivor. Ham ingichkasi yerga mana. Mana. Ingichkasi yerga kirib turar ekan, yerga. Mana mandan ham turgan mana. O'sha ildiz bo'lar ekan. Bu mana shuni bismilloh deb yerga qadarkan jonivor. Ko'm qo'yi joyiga mana. Bismilloh deb yerga mana shu bitta ingichka qilli qadarkanda o'sha ildizi bo'lar ekan. O'shanga tirmashib mana bu dana enakan mayda tuklardan, kichkina mikroskopiskiy tuklardan jonivor shoxlar hosil bo'lib, bismilloh deb tepaga tuproqni yerni yorib chiqar ekan bu jonivor. Mayli Xudo xolasa, mayli 3000 ta bo'lmasa, Allohning bergani yarmi chiqsin, kamroq chiqsin. Zato buni ulatsam, bekor yotgan danadan ko'ra ulatsam, bog'. Yaxshi mehnat qilsang bog', mehnat qilmasang yuragingga dog' deb bog' qilaman shoptolidan. Xudo xolasa ichkaridan rosa xata joylar ko'p ichkarida o'shatlarga men shoptolini olib kirib ekanman degan niyat bilan yashasam umrim uzoq bo'ladi.